Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli China Motors kanalining obunachilari va kuzatuvchilari. Bugungi videomiz bortovoy manipulyator, ya'ni FAV brendiga tegishli bo'lgan GK6 versiyadagi 320 ot kuchiga ega bo'lgan manipulyatorni ko'rib chiqamiz. Qani videomizni boshladik. Hurmatli obunachilar, demak, biz bilamiz, O'zbekistonda ko'pchilik manipulyator sotadi, lekin bizning manipulyatorni boshqa manipulyatorga qaraganda farqli jihatlari juda ko'p. Masalan, motor 320 ot kuchiga ega, yucha motor turibdi, Euro 5 standarti, bu katta motorlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari kran XMG o'rnatilgan, hammamiz bilamiz, mirovoy, ya'ni dunyo brendi hisoblanadi va o'zining mustahkamligi bilan nom qozongan, 14,5 metr uzunligida va 12 tonnagacha yukni ko'tara oladi. Bundan tashqari bortiga ahamiyat beramiz. Ushbu manipulyatorning boshqa manipulyatorga qaraganda bu uzunroq hisoblanadi. Ya'ni 8 metr 20 santimetrga teng uzunligi, eni 2,5 metr va balandligi 60 santimetrga teng. Hamma tomonidan ochiladi. Bemalol nostandart yuklar bo'lsa, uni ham bemalol joylashtirsangiz bo'ladi. Demak, Euro 5 deganim sababi AdBlue bor, XMG kranimiz pastdan va tepadan boshqariladigan sistemaga ega. Bakimiz, ya'ni 200 litrlik, shassimiz esa 6 ga 4 hisoblanadi. Mustahkam resorlar bilan jihozlangan. Ushbu resorlar bilan siz bemalol bortga 25 tonna yukni bossangiz bo'ladi va qo'shimcha barcha nimalarga ega 4 ta noshkali hisoblanadi. Zapaska balonlari, orqa tomonida kameralari, barchasi mujassam. Demak, FAV bortovoy manipulyatorimizni salon qismiga keladigan bo'lsak, ushbu FAV barcha qulayliklarga ega salon bilan jihozlangan, ya'ni konditsioner bor, pechka bor, multitizim rullari, barchasi mujassam bo'ladi. 3 o'rindiqdan iborat va qo'shimcha bitta yotog'iga ham ega. Bemalol ishlab, yotib, boshqa ishlarni qilsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu manipulyatorni siz hozirgi kunda $80,000 bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Qayerdan deysizmi? Albatta China Motors kompaniyasidan. Batafsil ma'lumot olish uchun albatta pastda raqamlar qoldiramiz. Ushbu raqamlarimizga bemalol murojaat qiling va China Motors kompaniyamizga tashrif buyuring. Aytgancha, ushbu manipulyator sotuvda faqat bitta dona qolgan. Ulgurib qolinglar. Barchangizni kutib qolamiz.